Bu patsiyentim menga Amerikadan keldilar. Meni 2 yil davomida Instagramda kuzatibdilar. Kuzatganlar, natijalarimni ko'rganlar va oxiri ishonch hosil qilib, menga muolajaga keldilar. Samolyotdan tushishlari bilan to'g'ri meni yonimga keldilar. 3 martami, 4 marta keldilar menga lecheniyaga, lekin hozir уже yuzlarida hech qanaqa ugridan asar ham yo'q. Yiringli jarayon to'xtatilgan, faqatgina izlari qolgan, lekin men 3 kun 4 kun ichida men o'zim xohlagan natijani berdim deb o'ylayman. Keyingi kelganlarida men уже izlari bilan ishlayman va yuzlarini ideal holatga keltirib beraman. Ko'pchilik aytadi, menga onlayn konsultatsiya bering, men Samarqanddanman, Jizzaxdanman, Surxondaryodanman deyshadi. Lekin mana uzoq bo'lishiga qaramasdan Amerikadan lecheniya uchun kelgan Surxondaryo, Samarqand 2 qadam joy bo'lgan orasidagi farqni ko'ryapsizlarmi? Inson astoydil xohlasa, albatta tuzalishi uchun, o'z natija olishi uchun hamma narsaga qodir.